Pedagog bo'lish bu bolaning eng kichik g'alabasidan ham quvonchdir. Umar Hayyom aytganlaridek, bolalar bu insonning qanotlari. Ana shu qanotlariga erkin parvoz qilishni faqat ota-ona va ustoz o'rgata oladi. Shu bois men boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lish eng mas'uliyatli kasblardan biri deb bilaman. Ismim Muharram Yusupaliyevna. 30 yildan beri boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim va tarbiya berib kelaman. Boshlang'ich sinf bolalari bilan ishlashda o'qituvchidan faqat mehribon bo'lish, balki to'g'ri ta'lim bera olish bo'yicha yetarli ko'nikmalar bo'lishi lozim. Maktabga endi qadam qo'ygan bolaga bilim berishning eng samarali usuli o'yin va qiziqarli mashg'ulotlardir. Chunki boshqacha yo'l bilan ularning e'tiborini jalb qilish oson emas. Har bir bolaning harakati, qiziqishi ortida iste'dod yashirinadi. Men esa bu iqtidorni kashf etib, uni to'g'ri yo'naltirish uchun Jahon Schoolga keldim. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.